Rossiya va Hindiston migrantlar bo'yicha bitim tayyorlamoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiya va Hindiston hindistonlik mehnat muhojirlariga kafolatlar berish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Bu haqda Economist nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, o'tgan hafta Qatarda bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya va Hindiston mehnat vazirlari hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Rossiyada hindistonlik mehnat muhojirlarining huquqlarini kafolatlash bo'yicha kelishuv tayyorlanmoqda. Yaqin yillarda Rossiyadagi hindistonlik ishchilar soni sezilarli darajada ortishi kutilmoqda. Hindistondan kelgan ishchilar Rossiya hududida asosan qurilish sohasi va to'qimachilik sanoatida band. Shuningdek, mashinasozlik va elektronika sanoatida ham mutaxassislarga talab ortib borayotgani qayd etilgan. Mazkur kelishuv Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Hindistonga tashrifi chog'ida bosh vazir Narendra Modi bilan uchrashuv doirasida imzolanishi mumkin. Vladimir Putin ilgariroq Hindistonga dekabr boshida tashrif buyurishini rejalashtirayotganini bildirgan. Hindistonning NTV va News 18 telekanallari tashrifining 5-6 dekabr kunlari bo'lishi mumkinligini xabar qilgan. Rossiya Mehnat vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda hindistonlik ishchilarni jalb qilish kvotasi 71.8 ming kishini tashkil etadi. Bu xorijiy ishchilar uchun ajratilgan umumiy kvotaning qariyb 1/3 qismiga teng deyiladi xabarda. Mutaxassislarning fikricha, o'sib borayotgan hind diasporasi yaqin yillarda Hindiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikning muhim tayanchi bo'lishi mumkin deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.